Ko'pchilik obunachilarim uchun qiziq bo'lgan savollar bor. Hozir yana buni o'qib chiqdim. Nikoh shartnomasida xiyonat masalasini kiritsa bo'ladimi degan savollar bor ekan. Chunki nikoh shartnomasi bo'yicha alohida videolarimizni chiqarganmiz. Shunga asosan berilgan savollar bo'ldi. Nikoh shartnomasiga kiritilmaydi. Nikoh shartnomasi faqat mulkiy munosabatlarni tartibga solish uchun kerak. Sizni psixologik jarayonlaringiz, oilaviy o'zaro munosabatlarni tartibga sola olmaydi nikoh shartnomasi. Shuning uchun bunaqa xom xayollarni miyadan chiqarib tashlash kerak. Keyingi juda ham qiziq savollar. Xotinim mendan aliment undiradi. Men aliment to'lovchiman deyapti. Mana shu holatda xotinim chet elga ketib qo'ygan. Bola boshqa shaxsda ota-onasi bo'lmagan shaxsga yoki ularning o'rnini bosuvchi inson emas u. Umuman begona odam, ya'ni hujjatsiz berib ketilgan. Mana shu holatda men alimentni bekor qildirsam bo'ladimi degan savol tug'ilyapti. Albatta bo'ladi. Bu uchun o'sha bu onaning ketganlik faktini aniqlashingiz kerak va sudga e'tiroznoma yozib berishingiz kerak. Sud buyrug'iga yoki agar hal qaror chiqqansa, qarorni bekor qilish kerak. Chiqib bekor qildirishingiz kerak. Shunda bo'lishi mumkin. Yana ba'zi savollar bor. Mulkimni bo'lmoqchiman, natura shaklida bo'lmoqchiman degan. Natura shaklida bo'lmoqchi bo'lsangiz, aynan u to'g'ri keladimi yo'qmi, natura shaklida bo'lish yoki boshqa holatlarni bu to'g'ridan to'g'ri sud tomonidan belgilanadigan holat. Hozir turib olsangiz ham natura shaklida, lekin sud u mulkni bo'lishi imkoni yo'q deb topishi mumkin. Ya'ni masalan 3 xonali uyingiz bor. 3 xonali uyni natura shaklida bo'lishi imkoni yo'q-ku. Shuning uchun ham natura shaklida bo'lmasdan uning qiymatini, masalan 50% qiymatini baholatib sud sizga undirib berish to'g'risidagi qarorni chiqarib beradi. Shu holatda mulkni bo'lish hisoblanadi.